Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun 4-yanvar haftani yakshanba kuni 2026-yil Boboshbek bozoridan ko'rsatyapmiz. Xo'p, bu formalaringiz necha pul deyapsiz? 35 ming so'mdan ekan. Donaga ham sotyapsizmi? Donaga bor. Donaga necha pul? Donaga 37 ming. Donaga 37 ming so'm ekan. 3 taliga va shapkachasi bo'ladi. Shu tepa-pas bo'ladi. Necha yoshga tushadi? 6 yosh atrofida. 6 yosh atrofida tushirar ekan. Bunisi ham shumi? Bunisi ham shu. Narxi ham shu? Aha. Ha, shu rasvetkalar ekan. Narxi, razmeri shunaqa. Mana bunaqasi bor ekan. Endi bular necha pulda? Mana 15 ming. bunalar 15 ming so'mdan ekan. 5 xil rasvetka. 5 xil rasvetkasi bor. Narxi bir xil hammasini. Ha, bo'lib. Bularda mana narxi bir xil ekan, 5 xil rasvetkasi bor ekan. Bu necha yoshga tushadi? 1 yosh, 2 yosh atrofida. 1,5 yosh, 2 yosh atrofida. 1,5 yosh, 2 yosh atrofida tushadi deyishyapti. Xo'p, nomeringiz? 91lik 91lik 738 738 79 20. 79 20 ga aloqaga chiqasizlar. Shu mana nima deydi, harbiy forma kerak bo'lsa, mana yosh bolachalarga kiyim kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar.